Bu anaqa bu ana kampir bormi nima maxluqqa aylantirib qo'yadi shahzoda olmaydigan kampir kiringlar cho'nkalar assalomu alaykum shuncha sani nima deydi qo'llab-quvvatlagan doimo yoningda bo'lgan oilangga aylangan oilamiz bir qismiga aylangan insta olamimizga kuzatuvchilarga xalqimizga kelin salom yor yor salom salom yor yor kelin salom yor yor qabul aylang Instagram sizga salom yor yor kuzatuvchilar muxlislar zakriti profillar kuzatadiganlar открыти profildan kuzatadiganlar havas qilganlar 3 ta nuqta xullas hammaga kelin salom yor yor shunaqa baxt nasib qilsin hammaga barcha qizlarimiz albatta zabardast baquvvat erta turib kelishgan bo'ylari juda kelishgan satin do'ppi xaridori Feruzaxonni xaridori qabul aylang Alloh yorjon sizga salom yor yor Xorazmda bu Toshkentcha Xudo xohlasa inshaalloh haqiqatan ushlab turing. Men buni duo qilay. Alloh nasib qilib, inshaalloh o'zi xohlagan vaqtga qo'yib bersin. Alloh nasib qilsin. Eng go'zal baxt bersin Alloh taolo. Shunaqa juft bersinki, bu dunyoyu u dunyoda birga qilsin, jannatlarda birga qilsin Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yaxshi ko'rganlarimiz, onajonlarimiz bilan sahoba ikromlar bilan eng yaxshi ko'rgan olimlarimiz bilan birgalikda go'zal majlislarda yorimiz juftlarimiz bilan birgalikda go'zal suhbatlarda o'tirib Rasulullohdan Qur'on tilovatlarini eshitishlikni Alloh taolo nasib qilsin. chiroyli duo qilasiz Gulbergamda kelib shunaqa duo qilgandingiz bilasizmi juda chiroyli duo qilaverasiz Hammamizga nasib qilsin. dugonalarimizni ham chaqiribdi ularni ko'rib xursand bo'ldim xudo xolasa men bu qizni necha yildan beri tanigan bo'lsam avvalosi o'zgarmagan juda ham chiroyli butun umr mana shunaqa go'zal bo'lib yur baxting sani mana shunaqa hamisha yoshartirib yursin go'zal qilib olib yursin boshlarni ko'tarib yursin xudo xolasa qizlar qo'shilasizlarmi yetarli Mana shular hammadan ko'ra ko'proq kutgan bo'lishi chiroyli kutgan kunlari kelishi chiroyli Parisansan, parini qidirma, axir bugun parisansan, Feruz. Assalom mani jonim, mani baxtli bo'lgin, qo'sha qarigin. Inshaalloh senga necha yillardan beri niyat qilib, orzu qilib yurgan tilaklarimiz mana ijobat bo'ladi senga inshaalloh kelinlik. Alloh yorjonga kuyovlik maqomlari muborak bo'lsa inshaalloh baxting mana shunaqa o'zingga o'xshagan go'zal bo'lsin chiroyli bo'lsa ikki dunyoda bo'lsin ikki dunyo saodatini ilohim jannatlarda ham Alloh taolo birga qilsin endi xudo xohlasa sizlarga mana shunaqa mustahkam baxt tilayman qo'sha farzandlar solih soliha farzandlar Hasan Husanjonlardan Fatima Zuhrolardan bersin xullas давайте davom etamiz съемочный komanda shu yerda albatta bunaqa chiroyli sarpola mana shunaqa seplar bilan kelinni kuzatamiz videolarga olamiz Instagramga joylaymiz xudo xolasa mana shu pastda niyatinglarni bildiraverasizlar hali qiz deymanligi Zumratga ham baxti ochilsin Shahlo amin senga qancha duo qilgan bo'lsak bunga ham shuncha vaqt ketkazamiz kimni qizi bor edi o'g'illarga yo'qlar yo'qlarga yo'q keliniga olib qo'ysa Uchta qizlar bor ekan, ularga ham qizlariga nasib qilsin. Xudo tomonidan kelgani birinchi shunga berishimiz kerak. Pariga ham beramiz, chunki kelin oladi Pariga. Ana, xudo xolasa. Inshaalloh mayli Rabo hozir qarg'ab boradi shu joyda. Raboni ham kelinlarga bermasa bugun bermasak. Thank you. Malika ham Malika xonnikimi? Hamma aytibdi bugun yondirdingiz. Har tomonlama yondirdim duo. Baxtdan yonaysan. Iloyim, baxtdan yoning. Iloyim. Bu yangi nuqlaringiz Albatta yangi nuqlarim Al-Kamardan.
Xudo tomonidan kelgan go'zal kiyimlarni. Mana go'zal. Mana prinsessam olib kelganlar. Pari. Xudo tomonidan kelgan go'zal kiyimlarni. Mana go'zal. Mana prinsessam olib kelganlar. Hozir tezda. Конечно. Yaxshimisiz, tuzimisiz? O'zi yaxshimisiz? Kimsizlar, jo'kalar. Qalasizlar, yaxshimi? Chiroylimi? Go'zal, go'zal. Rahmat, xush kelibsizlar. Yurang. Assalom, bu beg'ubor qizda, muborak, beg'ubor. Sal narsaga yig'lab boradi. Yig'lab boradi. Rahmat. Ilohi bitganingiz kelsin. Voy Xudo. Rahmat voy. Rahmat assalom. Rahmat. Xush kelibsizlar. Voy. Mana bularga bo'ladi. Voy. Rahmat. O, как раз tomon xudo ovqatlar uchun zo'r narsalar. Kiringlar. Agar yo'limdan chiqsa, Shanxay. Mama opani qaranglar, shunday go'zallik ham bo'ladimi? Hay deyman. Men to'yingiz o'tganiga ochilib ketasiz. Baxtliligingizdan. Shunaqa deyapti. Bu to'y sizni qanaqadir battar go'zallashtirib yubordi deyishdi. Qandaysan? Sen adammi? Ketdik endi. Onang endi. Jonli Dilnozgacha zakaz beruvdim-da. Men bunaqa juletka yasab kelgan. Bu meni kiyimim, bugungi lukimda. Qaranglar, bir xil xuddi kelishib olgan dedi. Hamma narsam shunaqa bo'lyapti. Fotihamda hech o'ylamagan narsalarim rangi bir-biriga tushib qoladi. Qanaqadir hamma narsa bir-biriga mos kelib qoladi. Даже mashina ham Alloh taolo qaranglar qanaqa ilhomlantirgan. Bir xilda kelishib olgan dedi. Даже toshlarigacha men hayron qolayotganim. Toshlarigacha buni sindor qilgan, buni Dilnoz qilgan Korona jadimi. Вообще qaranglar. Mashalloh. Amin. Allohim o'zing tilinglar barakalar yuborib, Allohim nikoh qilsin, otmonlar qila Alloh. Nikohlar xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. 2 yosh umringizni rizq bilan farzand Amin. Baxtli bo'lsin Allohim. Alloh xayrli qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadun abduhu va rasululloh. Shunday muborak ne'matlarni yaratgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salot salomlar bo'lsin. Ya Rabbil alamin. Amin. Xonadonlardan inshaalloh Qur'onlar o'qiydigan, ihsonlar qiladigan xonadonlardan bo'lsin. Amin. Barcha shu yerda o'tirganlarga ham Allohim